Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingimiz siz azizlarga, ya'ni xalqimizga bevosita xizmat qiladigan kelajagimizni zamonaviylashtirishga qaratilgan muhim loyiha 2024-2027 yillarga mo'ljallangan ERP madaniyat yagona boshqaruv axborot tizimi haqida bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 27-iyuldagi farmoni asosida madaniyat va turizm sohalarida yangi boshqaruv modeli joriy etilmoqda. Bu islohotlarning markazida xalq, fuqaroga qulaylik yaratish, madaniyatimizni raqamli asriga olib chiqish maqsadi yotadi. Shu maqsadda Madaniyat vazirligi tomonidan ERP madaniyat nomi ostida keng ko'lamli loyiha ishlab chiqildi. U 2024-yildan 2027-yilgacha bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etiladi. Ma'lumot beramiz. ERP madaniyat o'zi nima? Bu butun madaniyat tizimini raqamlashtirish, har bir xizmat, har bir muassasa va har bir ijodkorga zamonaviy axborot texnologiyalari orqali xizmat ko'rsatish tizimidir. Yagona platforma orqali biz madaniyat muassasalarini bevosita boshqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari, ta'lim jarayonlari kuzatib boriladi. Ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari raqamlashtiriladi. Aholi bilan aloqalar oson va shaffof bo'ladi. Tizim doirasida quyidagi ishlar amalga oshiriladi. 26 ta axborot tizimi yaratiladi. Boshqaruv uchun 10 ta, madaniy ta'lim uchun 5 ta, ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun 6 ta, xizmat ko'rsatish uchun 5 ta. 12 ta yangi elektron davlat xizmati ishga tushadi. Endilikda fuqarolar hujjatlar va xizmatlarni uydan chiqmasdan olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. 5 ta mobil ilova ishlab chiqiladi. Bular Audiobooks, ko'zi ojizlar uchun audio kitoblar ilovasi, madaniy yangiliklar ilovasi, madaniyat maktablari uchun elektron kundalik, milliy media platforma, video, audio va ijodiy kontentlar uchun, xodimlar uchun xizmat ilovasi. Xo'sh, bu loyiha nima uchun kerak? 1400 dan ortiq madaniyat muassasasi yagona tizimda birlashtiriladi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri kuzatib borish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bundan tashqari, 34 mingdan ziyod xodim va ijodkor faoliyati raqamli nazoratga olinadi. Har bir ijodkor raqamli reyting orqali baholanadi. Davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag'larning 20% gacha tejashga erishiladi. Bundan tashqari, ichki audit hisob-kitoblariga ko'ra, boshqaruvni raqamlashtirish 14.8 milliard so'm. Ta'lim tizimini raqamlashtirish 1.2 milliard so'm. Ijodiy faoliyatni raqamlashtirish 3 milliard so'm miqdoridagi pul mablag'larining noto'g'ri sarflanishining oldi olinadi. Joriy qilish tartibi haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. 2025-yil sentyabr oyidan bosqichma-bosqich tizim amalda ishlay boshlaydi. 2025-yil oxirigacha 9 ta tizim ishga tushadi. 2026-yil yakuniga qadar qolgan 17 tasi joriy etiladi. Tizim Raqamli texnologiyalar vazirligining markazlashgan integratsion platformasi orqali 33 ta vazirlik va idoraning 128 ta ma'lumotlar bazasi bilan integratsiyalashadi. Bu xizmatlar orasidagi uzviylik, tezlik va aniqlikni ta'minlaydi. Kiberxavfsizlik talablari asosida barcha ma'lumotlar himoyalanadi. Xalqaro tajribada Estoniya, Janubiy Koreya, Singapur kabi davlatlarda raqamli boshqaruv jamiyat hayotini sezilarli darajada yengillashtirdi. O'zbekiston ham bu yo'ldan bormoqda. Kelajakda qanday imkoniyatlar va bizni qanday manzara kutyapti? San'at va madaniyat tadbirlaridan tezkor xabardorlik. Siz to'g'ridan-to'g'ri bir platforma orqali xohlagan tadbirni, ma'lumotlarni olib turish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Farzandingizning madaniy ta'limini onlayn kuzatish imkoniyati. Ijodkorlar asarlarini butun mamlakat va dunyoga taqdim eta oladi.
madaniyat xodimlari mehnati raqamli reyting asosida baholanadi. Bu sodda qilib aytganda madaniyatni qog'ozdan raqamga, idoralardan xalqqa, mahalliydan globalga olib chiqish yo'lidagi islohotdir. ERP madaniyat bu milliy merosimizni himoya qilish, yangi avlodga qulay shaklda yetkazish va xalqaro maydonga olib chiqish uchun yaratilgan raqamli ko'prikdir. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan madaniy xabarlarimiz shunlardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga madaniyat hayotidagi eng muhim xabarlarni e'tiboringizga havola qilib boramiz.